Hammaga salom, siz UFC O'zbekiston kanalini tomosha qilmoqdasiz. Uni bir necha marta qamoqqa olishgan, unga o'q uzishgan, uni pichoqlashgan ham. Uni jangini hatto prezidentlar ham ko'rgan. UFC jangchilarni yenggan bo'lsa ham UFCga qo'shilmagan. Bugun sizlar bilan eng shov-shuvli o'zbekistonlik MMA jangchisi haqida suhbatlashamiz. Uni ismi Murod Xonto'rayev. Murod Xonto'rayev 1987-yilning 4-iyul kuni Toshkentda tavallud topgan. Uni otasi Donvoy, onasi esa uy bekasi edi. Bolaligida oddiy bolalardan umuman farq qilmasdi. Bo'sh vaqtlarida otasiga non sotishga yordam berardi. Murodni ilk marta sportga otasi yetaklab keladi. Bu karate to'garagi edi. Avvaliga Murod mashg'ulotlarni unchalik yoqtirmas, gohida mashg'ulotlarga kelmasdi, lekin vaqt o'tgani sayin kuchliroq bo'lish istagi o'z kuchini ko'rsatdi va Murod ko'p vaqtini mashg'ulotlarga sarflay boshlaydi. U bir vaqtning o'zida kickboks hamda karate bilan shug'ullanardi. Murod sportni juda yoqtirib qoladi. 14 yoshligida kattalar bilan kurasha olardi. Uni bu xislatini murabbiylar ham payqashadi va yigitchaga o'zini ko'rsatishiga imkon yaratishadi. U ilk bora kickboks bo'yicha shahar chempionatida qatnashadi va hamma janglarni birinchi raunddayoq nokaut bilan yakunlaydi. U har hafta havaskorlar o'rtasida musobaqalarda janglar o'tkazardi. U 16 yoshga to'lganida kattalar o'rtasidagi musobaqalarda qatnashishiga ruxsat berishadi. Hatto o'sha musobaqalarda ham janglarni muddatidan oldin yakunlardi. Oxirgi yillarda statistika ma'lumotlariga ko'ra, 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklar orasida 90% holatlarda soqol o'smasligi yoki soqolning kam chiqishi bo'yicha muammolar mavjud. Shuningdek, ayollar va erkaklar orasida soch to'kilishi va soch chiqmasligi bo'yicha muammolar talagini bir oyda 8-10 kilogramga semirtiradigan, 5-7 kilogramga ozdiradigan, tanadagi sariyat va oq dog'larni ketkazadigan, 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlar orasida bo'y o'stiradigan tabletka, kapsula va mazlar. Sof savdo internet magazinida. U 15 karra O'zbekiston chempioni, 5 karra Osiyo chempioni, 2 karra Yevropa chempioni, 2 karra qo'l jangi bo'yicha chempionlikni hamda universal jang yo'nalishida ham jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Murod havaskorlar o'rtasidagi janglarda hamma narsaga erishgan. Endi u MMA ga o'tishga qaror qiladi. U bungacha ham noqonuniy MMA turnirlarida janglar o'tkazgandi. 2013-yili Murod og'ir vazndagilar o'rtasida Grand Prixda qatnashadi. Bu musobaqa Qozog'istonda tashkil etilib, butun dunyodagi 8 nafar og'ir vaznli jangchilarni to'plagandi. Murodning ilk jangi moldovalik UFC jangchisi Iona Kutilabaga qarshi o'tadi. Jang juda qisqa vaqt davom etadi. Murod bir zarbada Ionani nokautga uchratadi. Hakam 24-soniyadayoq o'yinni to'xtatishga majbur bo'ladi. Natijada Murod yarim finalga ko'tariladi. Uni yarim finalda gruziyalik David Shivilidze kutardi. Jangning birinchi raundidanoq Murod Davidga oyoqlari bilan kuchli zarbalar bera boshlaydi. David kuchli raqibga qarshi hech narsa qila olmaydi. Lekin Murod raqibiga noqulay tarzda zarba beradi va barmog'ini sindirib oladi. Natijada u jangni davom ettira olmaydi. Finalga David Shivilidze yo'l oladi. Bu Xonto'rayevning ilk mag'lubiyati edi. Oradan 40 kun o'tgach Rossiya prezidenti Vladimir Putin sharafiga tashkil qilingan turnirda qatnashadi. Bu turnir janglarini kuzatishga Qozog'iston hamda Rossiya prezidentlari tashrif buyurishadi. Match Boyets telekanali bu turnirni to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatadi. Bu janglar o'zini ko'rsatish uchun ayni muddao edi. Uni raqibi rossiyalik Yevgeniy Yarokhin edi. U ham xuddi Murod kabi yaxshi zarbalar berardi. Jang tashkilotchilari ikkita zarbalar ustalarini uchrashtirib, yaxshi jang bo'lishini kutishgandi. Lekin bu jang bor yo'g'i 1 daqiqa davom etadi. U Yarokhinni kuchli zarba bilan nokautga uchratadi. Bu jangdan keyin Murodni UFC ga taklif qilishadi. Murod hujjatlarni imzolaydi va UFC ga yuboradi va bir nusxasini o'zida olib qoladi. U bu nusxani haligacha saqlab keladi, lekin uni quvonchi uzoqqa cho'zilmaydi. Uni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olinganligi haqidagi xabar tarqaladi. Bu voqeadan keyin Murod haqida 1,5 yil hech qanday xabar tarqalmaydi. UFC ga kirish orzusiga batamom nuqta qo'yilgandi, lekin Murod sportdan ketmaydi. 2014-yilning 31-dekabrida u yana oktagonga ko'tariladi. Uni bu galgi raqibi germaniyalik Engels Gulmutovich bo'ladi. Murod uni qo'llarini qisib olgan holda g'alabaga erishadi. Uzoq muddat jang o'tkazmagan bo'lsa ham u o'z formasini yo'qotmaganini isbotlab juda yaxshi jang o'tkazgandi. Undan keyin Murod karyerasida tushunarsiz voqealar ro'y bera boshlaydi. Gohida u 1 yil ko'rinmay ketadi, gohida esa janjal chog'ida uni pichoqlab ketishgani haqidagi xabarlar paydo bo'ladi. Ko'p hollarda Murodga qarshi jinoiy ish ochilgani haqida ham yozishadi. Nima bo'lganda ham har yili Murod oktagonga qaytaveradi.
kelaveradi va o'z muxlislarini g'alabalar bilan ta'minlaydi. Murodni vazni ancha ortib ketgan bo'lsa ham oyoqlari bilan juda qattiq zarba bera olardi. U bu usuli bilan ko'plab MMA muxlislari qalbidan joy olgandi. Murodni oxirgi jangi 2017-yilning 17-dekabrida bo'lib o'tgandi, lekin u hali qo'lqopini mixga ilganicha yo'q. U 2019-yilning 17-sentyabrida qo'l jangi o'rtasidagi musobaqada qatnashadi. U bundan tashqari O'zbekistonda MMA ni qonuniylashtirish yo'lida ham ko'plab ishlarni amalga oshiradi va nihoyat 2019-yilda O'zbekistonda MMA ni qonuniy sport turi deb qabul qilinadi. Unga Otabek Umarovni prezident etib tayinlashadi. Uni bosh yordamchisi etib Murod Xonto'rayevni tayinlashadi. 2018-yilning 26-noyabrida Murod Xonto'rayevning ofisiga qora niqobli qurollangan kishilarni bostirib kirgani aks etgan video tarqaladi. Bu Murodga qarshi sovuq qurol bilan hujum qilingan 4-voqea edi. U ko'plab jarohatlar oladi. Shunday bo'lsa ham u tirik qoladi. Oradan bir hafta o'tgach unga shifoxonadan ruxsat berishadi, lekin uni tashqarida huquqni muhofaza qilish xodimlari kutib turishardi. Ular Murodni noma'lum tarafga olib ketishadi. Keyinroq bir shov-shuvli video tarqalib ketadi. Bu videoda psixotrop moddalar bilan savdo qiladigan kishini jazolanayotgani aks etgandi. Kadr ortidagi ovoz Murod Xonto'rayev ovoziga o'xshab ketardi. U kishi noqonuniy savdogarni yalang'och holda ko'chaga haydashni buyurardi. Hozir Murod 32 yoshda. U hali yosh. Uni muxlislari butun MDH davlatlarida topiladi. U kun kelib oktagonga yana qaytadi. Undan intervyularda sportga qaytasizmi deb so'rashsa, hamma narsa bo'lishi mumkin deya javob qaytaradi. Umid qilamizki, u yana sportga qaytadi va muxlislar ko'nglini kuchli zarbalar bilan xushnud qiladi. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni